Subhanallohda o'tiravermasdan bolalarimizga ilm fanni o'rgatish kerak. Subhanalloh o'zini yo'lidagi zikr bu. U boshqa narsa u. Subhanalloh bilan pulni ishini bitkazib bo'lmaydi. 4000 ta subhanalloh aytib qassobga olib 500 gram go'sht bering deyinchi, beramikin? Bermaydi. Bugun bizni bolalarimiz takkadur borib, ko'cha shipirib va kimdir dachasida birovni itini boqib, ishlab xor bo'lmasligi uchun bolalarni o'qitish kerak. Ilm fanni o'rgatish kerak. O'yg'atish kerak bularni. Sen o'yg'an. Sen qandoq millatni bolalarisan sen? Dunyoni larzaga sovorgan o'rta asrda bizning bobolarimiz. Osmon asoschisi kim? Kimyani asoschisi kim? Meditsina asoschisi kim? Iqtisod hamma yo'l asoschilari bizda. Bugunchi bolalar karrani bilmayapti 7-sinf boradi. Ertaga nima bo'ladi bu? Fermerni borib molini tayini tortadi ertaga bu. Bunaqada kelajagimiz nima bo'ladi? Boyni qarasi masjid quraman deb, qurmay masjid bo'ladi, yetadi masjid. Kerak emas. Maktab quring, bog'cha quring zo'r qilib. Zo'r qilib bolalarimiz o'qisin. Bo'ldi, masjid yetarli. Hozirgi zamonda minora kerak emas bizga. O minoramiz 40 metr. Nima bo'ldi 40 metr bo'lsa? Nima foydasi bor minorani bizga bugun? Umuman kerak emas bizga minora bugun. Minora 150 yil oldin kerak bo'lgan muazzin chiqib azon aytishligi uchun. Hozir boshimizga minora kerak emas hozir. Ha desa, to'rtta musofir ko'rsa kelinlar, to'rtta musofirga 150 ming dollar pul sarflaydimi? U uning problemasi, u masjid topib namozni o'qishi bizning problema emas u. Ha bugun puldorlik qarasa, daryodan masjidga nima qilib beradi? Sen bog'cha qurib, bolalarni zo'r qilib tarbiya qilib ber.